Otadan bunday o'g'il tug'ilmagan. U sahroda sher kabi g'olib jangchi, daryoda esa nahang kabi botir. Qanday qilsinki, hali hech kim taqdir bilan hech bir mojaroda teng kelolmagan. Lekin u mardlikning dodini berdi. Qazoyi qadar qarshisida qudrat qo'lini ochdi. Bu so'zlar Chingizxonning Sulton Jaloliddin Manguberdiga bergan ta'rifidir. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aziz tarix ixlosmandlari. Biz siz bilan Jaloliddin Manguberdi izdan deb atalgan turkum video lavhalarimizni boshlaymiz. Bugungi lavhamizda Xorazmshohlar davlati va mo'g'ullar o'rtasidagi Irg'iz daryosi yaqinida bo'lib o'tgan ilk to'qnashuv To'rg'ay jangi haqida ma'lumot beramiz. O'zbek davlatchiligi tarixida eng qudratli saltanatlardan biri bu Xorazmshohlar davlati edi. Bu davlat 1097-1231 yillarda Xitoydan to Iroqqa qadar Dashti Qipchoqdan Arab dengizi bo'ylarigacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga olib, 27 ta mamlakatni birlashtirgan edi. Bu surolaga Anushtagin tomonidan asos solinib, uning 6 avlodi bu hududda hukmronlik qildi. Xorazmshohlar davlati Takash va uning o'g'li Aloviddin Muhammad davrida kuch qudratining eng cho'qqisiga ko'tarildi. 13-asr boshiga kelib Sharqda Chingizxon boshchiligidagi mo'g'ullar davlati vujudga kelgan edi. Chingizxon Mo'g'uliston, Shimoliy Xitoy yerlarini o'ziga bo'ysundirganidan keyin o'z nigohini g'arbga, Xorazmshohlar davlatiga qaratdi. 1218-yil Dasht Qipchoqda Xorazmshoh qo'shinlari mo'g'ullarning Jo'ji boshchiligidagi harbiy qo'shiniga duch keldi. Ushbu to'qnashuv Irg'iz daryosi yaqinidagi To'rg'ay dashtida sodir bo'lib, bu hudud hozirgi Qozog'iston Respublikasining shimolida joylashgan Kostanay viloyati hududlariga to'g'ri keladi. Hozirgi adabiyotlarda ushbu jangning sanasi 1217 yoki 1218-yillarga to'g'ri kelishi ko'rsatilmoqda. Mo'g'ul qo'shinlari bu yerga Chingizxonning buyrug'i bilan Merkit qabilalariga zarba berish uchun yurish qilgan edi. Xorazm qo'shiniga duch kelgan mo'g'ul qo'shini qo'mondoni Chingizxonning katta o'g'li Jo'ji Xorazmshohlar davlatiga yurish qilish xususida hech qanday ko'rsatma olmaganini, shuning uchun u xorazmliklar bilan jang qilmasligini aytadi. Shu bilan birga Merkitlardan tortib olingan o'ljalarni va ayollar hamda lardan iborat bo'lgan asirlarni Xorazmshohga berishga roziligini bildiradi. Ammo Muhammad Xorazmshoh Jo'jining bu taklifini rad qilib, jangga hozirlandi. Ko'pchilik tadqiqotchilar Xorazmshohning jangni o'zi boshlashiga sabab sifatida uning bemulohaza ish tutgani va o'z kuchiga ortiqcha baho berib yuborgani deb biladilar. Ammo aslida ham shunday edimi? Keling, bu urush sababini tarixiy manbalar asosida ko'rib chiqaylik. Agar shu davrning siyosiy xaritasiga qaraydigan bo'lsak, bu hududlar har ikkala davlatning tasarrufiga kirmagan, lekin Xorazmshoh bu yerlarni o'z hududlari deb hisoblar edi. Sulton Aloviddin Muhammadning shimolga yurishi haqida Jo'zjoniyning Tabaqot-i Nosiriy asarida quyidagicha ma'lumot keltirilgan. 615-yilda Sulton Turkiston hukmdori Qadirxon ibn Yusuf Tatarga qarshi yurish qildi va Turkistonning eng shimolidagi Ayg'ur hududlarigacha kirib bordi. Sulton shimol yo'nalishida yurib borib, Shimoliy qutbning chegarasigacha, ya'ni quyosh hech qachon botmaydigan, yo'qolib ketmaydigan yergacha bordi. U yerda shafaq hech qachon yo'q bo'lmay, g'arbdan sharqqa qarab qiyalashib borar. Birdan ufq nurlari paydo bo'lib, yangi kun boshlanar edi. Bundan ko'rinadiki, Sulton Muhammad o'z yerlarini shimolga qarab ancha kengaytirgan edi. Mo'g'ullar bu hududni talon-taroj qilmay ketgan taqdirda ham baribir Xorazmshoh bu holatni o'z hududlariga tajovuz sifatida tushunishi mumkin edi. Jo'jining jang qilmasdan o'ljalarni topshirishga rozi bo'lishining o'zi bu fikrni tasdiqlaydi. Xorazmshohning Mo'g'ullarning soni oz ekanligini ko'rib, o'z kuchiga katta baho berganligi ayni haqiqat albatta. Bu voqealarni tarixchi An-Nasaviy quyidagicha hikoya qiladi. Sulton qo'shini Jo'jixon qo'shiniga nisbatan 2 barobar ko'p edi. Shuningdek, jang qilish va hujum uyushtirishni yaxshi biladigan sarkardalari, lashkarboshlari ham ko'pchilikni tashkil etardi. U qo'shinimdan bir qismini unga qarshi qo'ysam bas, ularni bir hovuch kulga aylantiradi. Daydi shamollar esa bu kunni shimol va janubga qadar to'zg'itib yo'q qiladi, degan fikrda edi. Sulton Aloviddin Muhammad Jo'jiga qarshi shunday javob yubordi: Agar Chingizxon men bilan jang qilishni buyurmagan bo'lsa, Alloh taolo menga sen bilan jang qilishni buyuradi va bu jang uchun menga yaxshilik in'om etadi. Seni urush maydoniga chorlayman.
Qilichlarimiz badanlaringizni nimta-nimta qilishga, nayzalarimiz bo'g'zingizga botishga tayyor. Shu tariqa Alavoddin Muhammad va Jo'ji qo'shinlari o'rtasida jang boshlanadi. Tarixchi Minhoji Sirojiddin Juzjoniy urushning boshlanishini shunday tasvirlaydi. Ular o'rtasidagi jang kunning boshlanishidan shom namozi vaqtigacha davom qildi. Shundan so'ng har ikkala qo'shin jang maydonida aylana shakliga tushib qolishadi. Musulmon qo'shinining o'ng qanoti kofir mo'g'ullarning chap qanotiga zarba berib, ularni ta'qib qiladi. Kofirlar qo'shinining o'ng qanoti islom qo'shinining chap qanotiga zarba berib, ularni ta'qib ostiga oladi. Shu ko'rinishda jang maydonida qo'shinlar aylana shakliga kirishadi. Sulton va uning markaziy qo'shini tahlikali vaziyatga tushib qolishadi. Sulton qo'shinida o'ng qanotning qo'mondoni Jaloliddin Manguberdi mo'g'ul qo'shini orqa tomonidan hujum qiladi va o'z qo'shinining markazida joylashgan otasi Sulton Muhammadni muqarrar o'rindan saqlab qoladi. Shomdan keyin ikki qo'shin bir-biridan sekin ajralib chiqib, so'yning ikki tarafiga joylashadi. Ertangi kungi jangdan xavotirga tushgan mo'g'ullar o'ziga xos hiyla ishlatadilar. Ular tunda qarorgohlarga minglarcha mash'alalarini yoqib, otlarga mingan holda bir kechada 2 kunlik yo'lni bosib, jang maydonidan qochib ketadilar. Tong otganida esa Xorazmliklar mo'g'ul qo'shini bu yerdan allaqachon ketishganini ko'rishadi. Shunday qilib, Xorazmshohlar va mo'g'ullar o'rtasidagi birinchi jang 18 yoshli Jaloliddin Manguberdining harbiy mahorati evaziga Xorazm qo'shini g'alabasi bilan yakun topadi. Bu urushda har ikki taraf ham raqiblarning kuch-qudrati va imkoniyatlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladilar. Aynan shu jangda yosh Jaloliddinning yuksak harbiy sarkardalik mahorati namoyon bo'lib, bu Chingizxon boshliq mo'g'ul sarkardalarini xavotirga solgan. Chingizxon bu jangdan juda yaxshi xulosa chiqarib, yosh Jaloliddin Manguberdi haqida ham yaxshigina ma'lumotga ega bo'ladi. Yosh Jaloliddinning mo'g'ullarga qarshi ilk kurashi shunday g'alaba bilan yakun topgan edi. Keyingi lavhamiz tarixga O'tror fojiasi nomi bilan kirgan mo'g'ul ayg'oqchilaridan iborat karvonning O'tror shahrida yo'q qilinishi haqida bo'ladi. Zero qadim yurtimizda hukmronlik qilgan sulolalarning bor bo'lishi, yo'qlikka uchrashi, kuch-qudratga to'lishi-yu inqirozga yuz tutish sabablarini o'rganish burchimizdir. Aziz tomoshabin,